yog'larni hamma joyga. Birgalikda bugun turk usulida baliq tayyorlaymiz. Baliqlarimizni boshlarini kesamiz. Baliqlarimiz ham tayyor bo'ldi. Endi bu baliqlarni unga bulashdan oldin unimizga tuz, keyin murch sepib olamiz yaxshilab. Baliqlarni unning ichiga solamiz. Endi esa chiroyli qilib bitta-bitta terib chiqamiz. Oxirgi balig'imizni ham qo'ydik. Hatto yana bitta qo'yaylik o'rniga, zich bo'lsin. Gazimizni yoqib olamiz. Skоворodga ham qo'yib. Ozgina yog' sepib olamiz. Mana shu yog' yetarli. Tekshirib ko'ramiz. Hozir bir tarafi tayyor. Endi nima qilamiz? Buni oddiy tovoq bilan ham qilsa bo'ladi. Ustiga qo'yamiz. Yog'ini bo'shatib olamiz avval. Tushib ketmasligi kerak. Mana endi esa qo'yamiz. Bir tarafi tayyor. Mana. Maşallah. Asta qo'yib olamiz. Endi esa o'zini yog'idan yana ozgina aylantirib sepib. Balig'imiz tayyor. Xuddi chappa qilgan singari uni yana olamiz. Tavog'imizga olib, yog'larini olamiz. Solib olamiz. Qolmasin yog'i. Maşallah. Endi esa navbat ta'mini ko'rishga. Bismillah. Maşallah. Marhamat. Afiyet olsun.